Diqqat aholiga xushxabar. O'zbekistonda oylik maoshlar, stipendiyalar, nafaqalar barchasi oshiriladi. Rasmiy xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Prezident farmoniga ko'ra 2026-yil 1-sentyabrdan pensiyalar, nafaqalar hamda ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun bolalar nafaqasi va moddiy yordamlar to'liq 7% ga oshirildi. Bundan tashqari 2026-yil 1-sentyabrdan esa byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi hamda talabalarning stipendiyalari 7% ga oshiriladi. Shu kunlardan boshlab yana ikki muhim ko'rsatkich ham o'zgaradi. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1,360,000 so'm. Bazaviy hisoblash miqdori esa 440,000 so'm etib belgilandi. Bu o'zgarishlar esa millionlab o'zbekistonliklarning, fuqarolarning daromadini oshiradi. Ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan. Xo'sh, bu o'zgarishlarga qanday baho berasiz? 7%lik o'sish yetadimi yoki ko'proq bo'lishi kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu muhim xabarni yaqinlaringizga ham yuborishni unutmang.